طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي بسم الله الرحمن الرحيم وصوله فحباه الله رضوانا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allohdan madad so'rab, hadisni sharhini o'qishlikda davom etamiz. Biz 34-hadisga kelib to'xtagan edik. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Aytdiki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday deyotganlarini eshitdim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, va zalika ad'afu al-iman. Kimiki munkarni ko'rsa, uni qo'li bilan qaytarsin. Agar qodir bo'lmasa, tili bilan, agar qodir bo'lmasa, qalbi bilan. Mana bu iymonning eng zaifi dedilar. Shaymi rahimahulloh sharhga kirishib aytadilarki, man bu yerda jazm qiluvchi ism shart. Ra'a fe'li shart va falyughayyirhu bi yadihi esa javob shart. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda kimiki ko'rsa degan so'zlarda maqsad ilmmi va agarki uni ko'z bilan ko'rmasa, kimiki uni ko'rsa, kimiki uni quloq bilan eshitsa, kimgaki xabari kelsa, ya'ni yaqin bo'lgani va mana shunga o'xshagan narsalar. Yoki bu yerdagi ko'rish ko'z bilan ko'rish deb aytamizmi? Javobi birinchisi, ya'ni ko'z bilan ko'rsa deyapti. Agarki hadisni zohiri u ko'z bilan ko'rish desa ham, lekin modomiki lafz umum ma'noni ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, unga ehtimol qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni munkarni degan so'zlari, munkar u Alloh va Rasuli qaytargan narsa, li'annahu yunkaru ala fa'ilihi an yaf'alahu. Foili uni qilishligidan qaytariladi. Falyughayyirhu, uni o'zgartirsin degani, yughayyiru hadal munkar bi yadihi. Mana bu munkarni qo'li bilan qaytarsin. Uni misoli kimiki bir shaxs bilan birgalikda, ya'ni hech qachon o'ynashlik halol bo'lmaydigan o'yin asbobini bir shaxs bilan birga ko'rsa, uni sindirsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning munkar degan so'zlaridan munkar ochiq, barcha ittifoq qilgan ochiq narsa. Bu yerda inkor qiluvchi va undan inkor qilinadigan kimsa yoki inkor qilinadigan kimsaga xilof u uchun surati yo'q bo'lgan zaif so'zga ko'ra ochiqdir. Ammo masalalardan, ijtihod masalalaridan bo'ladigan bo'lsa, uni inkor qilinmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni agar qodir bo'lmasa degan so'zlarida, ya'ni qo'li bilan inkor qilishlikka qodir bo'lmasa, tili bilan, ya'ni uni tili bilan inkor qilsin. Bu yerda bu qanday bo'ladi? Tanbih berishlik, zajr qilishlik, ya'ni zajr qilishlik degani do'q po'pisa qilib bo'lsa ham qaytarishlik va mana shunga o'xshagan narsalar. Lekin hikmat ishlatishlik lozim. Xuddiki foydalarda inshaalloh yana kabi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tili bilan degan so'zlari, endi so'z ustiga ham yozuvchi ham bo'ladimi sizga? Kitobat yozuvchi ham javob bo'ladi. Uni munkarni tili bilan o'zgartiradi va kitobat bilan ham o'zgartiradi. Sahifaga yozadi va munkarni bayon qiladigan kitob yozadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni agar qodir bo'lmasa qalbi bilan degan so'zlari, qalbi bilan inkor qilsin, ya'ni uni yomon ko'radi, g'azab qiladi va yo'q bo'lishligini orzu qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni va zalika degan so'zlari, ya'ni qalb bilan inkor qilishligi bu ad'aful iymon, iymon martabalarini eng zaifi. Mana bu bobdagi va munkarni qaytarishlikdagi iymon martabasini eng zaifi. Shu bilan hadis sharhini tugatdilar. Endi foydaga kirishyaptilarki, mana bu hadisning foydalaridan Nabiy sallallohu alayhi vasallam barcha ummatga agar munkarni ko'radigan bo'lsa, uni o'zgartirishlikka yo'lladilar. Va la yahtaju an naqula la budda an yakuna indahu wazifatun. Uni huzurida vazifa lozim, vazifa bo'lishligi lozim deb aytishligimizga ehtiyoj bo'lmaydi. Agar bir kishi senga aytsaki, manillazi amarak aw awwallak faltaqul lahu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam liqawlihi man ra'a minkum. Men birorta senga aytsa, kim senga buni buyurdi? Senga buyurgan kimsa, seni vali qilgan kimsa kim desa, u Nabiy sallallohu alayhi vasallam deb aytgan. Sizlardan kimiki munkarni ko'rsa degan so'zlarda. Foydalardan ikkinchisi, inkor qiluvchi munkarni aniq bo'lmaganigacha inkor qilishligi joiz bo'lmaydi. Bu ikki suratdan bo'ladi. Birinchi surati, uni munkarligini aniq bilishligi, aniq bo'lishligi, ikkinchi surati esa u munkar foilni haqqida aniq bo'lishligi. Chunki narsa ba'zida munkarligi zotini shu munkarni o'zida bo'ladi, u foilga nisbatan munkar bo'lmaydi. Buni misoli Ramazonda yeb ichishlik. Asl u munkar, lekin munkar muayyan bir kishini haqqida munkar bo'lmaydi u. Xuddiki kasal u uchun yeb ichishligi, og'zi ochiq bo'lishligi yoki musofir u uchun yeb ichishligi kunduzi, ya'ni og'zi ochiq bo'lishligi halol bo'lgani kabi. Foydalardan uchinchisi, munkarni inkor qiluvchini, munkar barchani huzurida, ya'ni inkor qilinadigan bo'lishligi lozim. Agarki xilofiy ishlar bo'ladigan bo'lsa, uni munkar deb ko'rmaydigan kimsaga inkor qilinmaydi. Illo agar u uchun qiymati yo'q bo'lgan zaif xilof bo'ladigan bo'lsa, bu yerda foilni munkardan qaytariladi. Aytilinadiki, "Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafan lahu hazzun min an-nazari." Barcha xiloflar e'tiborli bo'lib kelavermaydi, illo
fikrdan ulushi bor bo'lgan xilof bo'lsa, bundan istisnodir. Agar sen bir kishini tuyani go'shtini yeyotganligini ko'rsang va turib namoz o'qiyotganligini ko'rsang, uni inkor qilmaysan, chunki masala xilofiy. Ba'zi ulamolar tahorat tuya go'shtini yegan kimsani tahorat olishligi vojib bo'ladi degan fikrda qilishadi va ba'zilari esa bunday fikr qilishmaydi. Lekin u bilan birgalikda bahs qilishliging va uchun haqni bayon qilishligingda hech gap yo'q. Bir kishini qog'ozli pulni 10 riyallik qog'oz pulni 11 riyalga sotganini ko'rsang, uni inkor qilasanmi yoki inkor qilmaysanmi? Desa javob inkor qilmaysan, chunki ba'zi ulamolar joiz deydilar. Va unda qog'ozlarda ribo yo'q deb aytadilar. Lekin men u uchun munoqashada bayon qilamanki, u munkar deb bayon qilaman va mana shunga ko'ra qiyoslab olaman. Ya'ni men uni ribo deb ko'raman deb Husayn rahimahulloh aytayaptilar. Endi bir aytuvchi aytsaki, bir aytuvchi agar bizni turishimiz, avomda bizni turishimiz nima deb, chunki talab ilmlar buni bu fikrni aytadilar. Biz uni inkor qilmaymiz. Lekin avomga insonlardan xohlagan insonlaringizga ergashaveringlar deb aytamizmi? Deb savol bersa, Husayn rahimahulloh javob berib aytadilarki, yo'q, avomlarning yo'llari ulamolarning yo'llaridir. Chunki ularga, omiylarga ulamolar so'zlaridan xohlaganini ixtiyor qilishligini ochilsa, nihoyasi yo'q bo'lgan o'zboshimchalik hosil bo'ladi. Biz aytamizki, shaharda omiysan, ulamo mana bu harom, mana bu narsa harom deb fikr qiladi va biz sendan men falonchi olimga yoki falonchi olimga taqlid qiluvchiman deb aytishingni sendan qabul qilmaymiz deb aytamiz. Xo'p, endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'li bilan o'zgartirsin degan so'zlarida mutlaq tushuniladimi? U har qanday holatda ham o'zgartiradigan darajada kuchli bo'lishlik holatida degan ma'nomi? Desa javobi yo'q. Agar mana bunda fitna bo'lishligidan qo'rqsa, o'zgartirmasin. Chunki fasodlar kichkina bilan kattasini qaytaradi. Agar bir munkarni ko'rsa, ba'zi amirlardan hosil bo'ladigan bir munkarni ko'rsa, u agar qo'li bilan o'zgartirsa qodir bo'ladi, lekin bu bilan fitna hosil bo'ladi. Yo o'ziga yoki oilasiga yoki qarindoshlariga da'vatda amr ma'ruf nahiy munkar da'vatida unga sherik bo'ladigan kimsalardan shularga fitna hosil bo'ladigan bo'lsa, bu yerda nima deymiz? Agar fitnadan qo'rqsang, o'zgartirma. Alloh taoloning quyidagi so'zi: "Va la tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbulloha adwan bighayri ilm." Sizlar Allohdan boshqaga duo qiladigan narsalarini, kofirlarni, mushriklarni, ilohlarini so'kmanglarki, ular Allohga ilmsiz holatda dushmanlik qilib so'kib qo'ymasinlar natijada, deb aytdi. Xo'p, foydalardan 4-inchisi, qo'l u fe'lni asbobi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni qo'li bilan o'zgartirsin degan so'zlarga muvofiq. Chunki ko'pincha amallar qo'l bilan bo'ladi. Mana shuning uchun amallar qo'lga ko'p nususlarda, dalillarda qo'lga izofa qilinadi. Misoli, fabima kasabat aydikum. Qo'llaringiz kasb qilgan narsa bilan. Bu yerda sizlar kasb qilgan narsa bilan, ya'ni qo'llaringiz kasb qilgan narsa bilan yoki oyog'ingiz yoki ko'zingiz yoki quloqingiz. Bu yerda maqsad shu. Endi foydalardan 5-inchisi, dinda haraj yo'q. Vojibot qodir bo'lishlikka shart qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni agar qodir bo'lmasalaringiz tillaringiz bilan degan so'zlari uchun. Mana bu qoida shariatda umumiydir. Alloh taolo aytdiki, fattaqulloha mastata'tum. Qodir bo'lgunlaringcha taqvo qilinglar. Endi Alloh taolo yana la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo bir nafsga faqatgina shu toqati ko'taradigan narsani yuklaydi dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu va ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Men sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, qaytinglar va nimaga buyurgan bo'lsam, uni qodir bo'lgunlaricha qilinglar. Mana bu din yengil ekanligida umumiy doiraga kiruvchidir. Foydalardan 6-inchisi, inson agar qo'li bilan o'zgartirishlikka va tili bilan ham o'zgartirishlikka qodir bo'lmasa, qalbi bilan o'zgartirsin. Mana bu munkarni yomon ko'rishlik bilan u qachonki tili yoki qo'li bilan o'sha munkarni qaytarishlikka qodir bo'lgan paytda uni albatta bajarishligiga azm qaror qilishligi. Endi bir aytuvchi aytsa, qalbli inkorida o'sha munkar ahlini oldida shu inson o'tirishligi kifoya qilaveradimi? Ya'ni qalbda inkor qilib turaveradi-yu, lekin o'sha majlisda o'tiraveradimi, shu munkar ahllari bilan birgalikda o'tiraveradimi? Va aytadiki, men qalbim bilan yomon ko'ruvchiman deb aytadi. Javobi bunda bo'lmaydi. Chunki u agar o'sha munkar ahllari bilan birgalikda qolishligida qalbi bilan inkor qiluvchi ekanligida sodiq bo'lsa, ulardan albatta ajraladi. Illa agar uni majburlasalar, bu paytda uzrli bo'ladi. Xo'p, foydalardan 7-inchisi. Bundan qalb uchun amal borligi kelib chiqadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni agar qodir bo'lmasalar qalbi bilan degan so'zlarida qo'li bilan o'zgartirsin degan so'zlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlariga bog'langan holatda bo'ladi. Bu ham mana shunday. Qalb uchun ham amal borligi. Qalb uchun so'z bor va qalb uchun amal bor. Qalbning so'zi aqidasidir va amali esa niyat bilan uni harakati, niyati, umid qilishligi, qo'rqishligi va undan boshqa harakatlaridir. Foydalardan 8-inchisi, iymon keltirishlik amal va niyatdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana bu martabalarni iymondan qildilar va qo'l bilan o'zgartirishlik amal, til bilan o'zgartirishlik ham amal, qalb bilan o'zgartirishlik esa niyat. U mana shunday. Iymon barcha amallarni o'z ichiga oladi. U faqatgina aqidaga xos emas. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning al-iymanu bid'un wa sab'una shu'batan aw qala aw sittu wa sittuna shu'batan a'laha qawlu la ilaha illalloh wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iymon 70 qanchadir shohdir yoki 60 qanchadir shohdir. Uning eng yuqorisi la ilaha illalloh degan so'zlari va uning eng pasti esa yo'ldan aziyatni olib tashlashligi degan so'zlar uchun. Endi bu yerda la ilaha illalloh so'zi
La ilaha illalloh tilda so'zi, yo'ldan aziyatni olib tashlashlik badanda fe'li. Hayo esa bu qalb amali. Hayo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iymondandir dedilar. Va endi biz hozir yoshlar bilan talab ilmlar orasida aylanadigan narsalarni aytishligimizga hojat yo'q. Ular nima deydilar? Amallar iymonda kamolatidanmi yoki iymonda sahihligidanmi? Bu savol bu uchun chaqiruvchi yo'q. Ya'ni inson sendan so'rasa, aytsaki, amallar iymonda komil bo'lishligi uchun shartmi yoki iymonda sahih bo'lishligi uchun shartmi? Biz aytamizki, sahoba radhiyallohu anhumlar sizlardan ko'ra, sendan ko'ra sharafliroq, sendan ko'ra bilimliroq va sendan ko'ra yaxshilikka harisroq. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu savolni so'ramadilar. Demak, ularga keng bo'lgan narsa senga ham keng bo'ladi. Endi dalil, agar mana bu amal bilan inson islomdan chiqishligiga dalil dalolat qilsa, iymonni sihhati uchun shartdir. Ya'ni shunga aylanadi. Va agar dalil uni islomdan chiqarmasligiga dalil bo'ladigan bo'lsa, u iymonni komilligiga shart bo'ladi. Bu shu bilan mavzu tugadi. Ammo agar sen olishlik va rad qilishlik va nizo qilishlikni xohlasang, ya'ni shunga harakat qilsang, keyin senga xilof qilsa, bir kishi kimiki senga xilof qiladigan bo'lsa, sen uni bu murji desang, va senga muvofiq esa unga rozi bo'lsang va ziyoda bo'ladigan bo'lsa, bu xavorij deb aytsang, bu to'g'ri emas. Shuning uchun meni yoshlarga va talab ilmlarga maslahatim, mana bu mavzuda bahs qilishlikni tashashliklari va aytamizki, Alloh va Rasuli iymonni sihhati uchun shart qilgan narsa va uni qolishligini shart qilgan narsa shu. U shartdir. Endi unday bo'lmaydigan bo'lsa, biz bu mavzuni kesamiz. Endi bir aytuvchi aytsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'li bilan o'zgartirsin degan so'zlarida bu hamma inson uchunmi desa, javobi hadisning zohiri har bir insondir. Ya'ni munkarni ko'radigan har bir inson uchundir u. Lekin agar biz umumiy qoidalarga agar biz qaytsak, ko'ramizki u nima bo'ladi? Mana bu bizning asrimizga o'xshaganidek barcha inson uchun umumiy emas deb fikr qilamiz. Chunki biz agar bu narsani har bir inson uchun, ya'ni uni munkar deb e'tiqod qiladigan bir narsani ko'rgan har bir inson uchun bo'ladi deb aytadigan bo'lsak, boradi va o'zgartiradi va u aslida ba'zan munkar bo'lmaydi. Uni orqasida natijasida insonlar orasida o'zboshimchalik hosil bo'ladi. To'g'ri. Uyni egasi, ya'ni sohibi, boshqaruvchisi qo'li bilan o'zgartirishlikka qodir bo'ladi. Chunki u uyni nimasi u boshqaruvchisi, raisi. Xuddiki qavmni egasi, qavmni boshlig'i, raisi u kattaroq yoki undan kichikroq bo'lgan, uni qo'li bilan qaytarishga qodir bo'ladi. Shu bilan bilinsinki, martabalar 3 ta. Da'vat, buyruq, o'zgartirish. Da'vat qiluvchi masjiddami va qaysi makonda bo'lsa ham insonlarni jamlagan holatda turishligida va ular uchun yomonlikni bayon qiladi va u yomonlikdan ularni ogohlantirishligi va ular uchun yaxshilikni bayon qilishligida va ularga shu yaxshilikka targ'ib qiladi. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaruvchi u insonlarni buyuradi va aytadiki, qilinglar yoki qaytinglar yoki ularni qaytaradi va aytadiki, ular uchun la taf'alu, qilmanglar deydi. Rahbarlik turi bor bu yerda. Endi o'zgartiruvchi esa u insonlarni da'vatiga ijobat qilmayotganligini, buyrug'iga va qaytarig'iga ijobat qilmayotganligini ko'rgan paytda o'zini nafsi bilan qaytaradigan kimsa. Alloh muvaffaq deb 4-hadisni Usaymin rahimahulloh tugatadi. Va sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.